Zarina, ertaga men uchun muhim kun. Ertaga imtihon topshiryapman. Voy yo'g'e, zo'r-ku. Ha, zo'r. Mana shu muhim kunda meni yonimda turishingni xohlayman. Bobur aka, har doim har qanaqa vaziyatda men siz yoningizda turaman. Xudoyim. Namuncha zo'r qiz topganman a. Ada, oyi, bugun bo'lajak kuyovingiz imtihonlari edi. Shunga sizlar ham borsanglar surpriz bo'lardi. Shu bahonda kuyovingiz bilan tanishib olardingiz. Haqiqatan oyisi qizimizni unashtiribmiz, hali kuyov bolani bir marta ham ko'rmaganman. Shu bahonada ko'rib olardim. Boramiz. Hurmatli mehmonlar, aktyorlik mahorati imtihonimizga xush kelibsizlar. Birinchi ishtirokchimiz kursimiz faxri, kursimiz yetakchisi Baxtiyorov Bobirjonni taklif qilamiz. Mani kuyovim bo'ladi. Bobirjon, tayyormisiz? Tayyorman ustoz. Ovozini qara, Gamletga o'xshaydi. Marhamat. Yo'q, qaynotam kelibdi. Sevib turmushga chiqishga boshqa jonivor yo'qmidi? Boshqa hayvon yo'qmidi? Gapirmachim, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim, yoningda kim? Birador najim, o'ninchi bor xiyonat, lekin geligi boridan topsan. Malades, padaringga ming rahmat. Ketamanlik nimadir meni orqamda yonar. Senga qilgan rasxotlarim o'ylab boshim qotar. Hayotda xatoyim bo'ldi, klubda uchratganim, undan ham battar bo'ldi seni qaytib topganim. Astalar sekin, povutga berdim. Sonsa desa sonsa, gumalar ham berdim. Bu qo'shiqni yozdim, Ahad Qayum she'ridan. Seni qo'ling so'radim, ena joning yeridan. Sendan ham, mendan ham, undan ham, bundan ham, hamma o'ynashlaringdan ham qolar bu dunyo. Degan qo'shiqni mashinamda eshitar eding. Sifatchilikni bo'kib yer eding. Yana ozgina bormi? Berik ber eding. Qo'madi desam ozgichamni yer eding. Sanjinini o'sha paytlar ishtahang ham zo'r edi. Qishloqdagi sigirimdan figurang ham zo'r edi. Mana Ahad Qayum she'ri niftema yakun topdi. Cho'ntagimga qarasam, bittagina sifat qopti. Hasan shuni menga bering. Uni beraymi senga? Bir narsa beraymi? Men pichani beraymi? Da. Balonni yebsan. Sifatli pichani men bilan qoladi. Mana shu sifatsiz qiz sen bilan qoladi. Davay, paka. Shoh aka. Gapirmachim. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim, yoningda kim? Birador najim. Nadayel! Yig'ishlar hamma ish pishingni. Qachongacha begona yurtlarda birovni xizmatini qilib yuramiz? Sal o'zimiz uchun dam olishni o'rganaylik-da, yeyabili. İş deb keldik-ku. Hangi ish? İş deb o'lib ketaylikmi mana shu o'rmonlarda? Peterni ko'rdingmi, shaharni ko'rdingmi birov marta sen megajek? Yo'q. O'rmonda yurasan, tin kesasan, bu qilasan, o'zimiz uchun dam olaylik. Oylik oldingmi nachalikdan? Kecha avans olganmiz. Da, pulingni ol, bir dam olib kelamiz odamga o'xshab. Unga patent to'lash kerak, Patent? Bor ana qiz, 1 millionta odam o'chirib turibdi. Umringning yarmi o'sha yerda o'tib ketadi. Nima qildingsan ha? O'sha pulga patrlab ichaylik. To'g'ri aytyapti-ya, o'zimiz uchun ham mazza qilib yashaylik bu hayot. Malades. Senga почетный gрамота berdi, fal yo'llab berdimi? Hech narsa bergan. Bermaydi, odam oldi o'zing uchun. Buni o'g'laymi? Qo'ltig'ingga sabab ketasan, buni nima qilasan? Один фотка 1000! Ey kraliçe, onangning mag'ur. G'baqqa. Muhabbat xolayni qizimni ko'tarib olding. Pulini beramiz deding-ku. Aman bitta fotkaga dedim. Fotka dedingmi? Ha! Men boshqacha eshitdim-da. Mana. Brat, kushi его. Ne kushi iltimos. Kushi.
Tanacha maza qildi lekin. Patent puli ham ketdi-da. Yana patent dedi bana garan. Ben sana aytdim, o'zing uchun yasha dedim. Patent bilan tug'ilganmisan. Kim uchun yashash kerak ekan? O'zing uchun yasha. Otangga rahmat. Da qorni och qoldi, bu joyga borib ovqatlanaylik. Uyga pul jo'natishim kerak edi, kolbasa yeyveraylik. Kim uchun yashash kerak dedim hozir. O'zim uchun. Qachongacha rossiyskiy kolbasa yeysan? Undan ko'ra milliy taomlar yeyaylik. Atkuda? Atuda. Joycha qanday? Zo'r. Lekin pulimiz kam qoldi-da oshna, qimmat emasmi? Oshnasan pul deb o'lib ketasan. O'zing uchun yasha dedimmi sen jinniga? Bu choyxona plov o'zimizni o'zbek akalari ochgan. Peterni kindigida joylashgan, Ligisk metroda. Yana ovqatlarni yeb xuddi O'zbekistonda yurganday bo'lasan. Bo'pti, nima yeymiz? Qurtob yeysanmi? Ha? Qurtoba yeysanmi qiladi bular. Bu donormi? Danar, Turetskiy bu. Qara. Alo, bunga pishirib yesang bo'ladi. Davay, shotib berlaring. Oshna, senga rahmat. Bir kun yashasak ham xo'rozda yashadik. Davay, xo'roz, ko'chaga chiqib turinglar. Men pulni beraman. Orqangga qarama. Bobur, malades, zo'r ishga. Brat, buni marketing deydi. Ertaga qurilishga boraman. Ularga ham bitta motivatsiyani beraman, mana shu salni polni to'ldiraman. Bugun pulni tashlab yuboring, brat. Bugun tashlab olamiz. Hali banyadan ham olishim kerak. Qalay bo'ldi oshnalar? Endi bitta masachi, a? Pul qolmadi-ku oshna? Vobshe qolmadimi? Yo'q. Unda borarmi unga pulni ishlar, nima qilib o'tiribsan? Chibal soat suvda. Munisipa Lopesmi? Ha! Mashinam buzilib qoldi. Itarishga yordam berib yuboring. Böyle gap yo'q, sizni mashinangizni itarish biz uchun sharaf. Haydang, sekin itaraymi? Rahmat akajon, siz yordam beringiz, mashinam yurib ketdi. Nech pul bo'ladi? Yo'q, uyat bo'ladi, sizdan pul olsam. Agar iloji bo'lsa shu nomeringizni bersangiz, shu bir-ikki xizmatlar bo'lib turadi. Lekin ja unaqa bezovta qilmayman. Vizitkamni beraman, xo'p? Nima xizmat bo'lsa, ayting. Rahmat, mashinangizni itarganimdan xursandman. Salomat bo'ling, xayr. Alo, Munis, qalaysan, yaxshimisan? Ha, rahmat, kim bu? Men mashinani itargan bo'laman. Ha, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qani xizmat bo'lsa telefon qilaverasa deganding. Shomurod jo'ramni bir tug'ilgan kuni edi, Telegramdan yumaloq video tashlab yubor, Shomurod deb. Ha, bo'pti, xo'p, bo'ladi. Bo'pti. Jo'ra rahmat senga. Nima dedi? Urving-ku men uchun. Suv desam kaftimga qo'nadi. Shomurod aka, assalomu alaykum. Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. 100 ga kiring. Familiyamni aytmabdi-ku, Shomurod tiqilayotgan bo'lsa. Nima shuni vaqtida aytmaysan, jinni? Alo? Munis, qalaysan? Men mashinani itargan bo'laman. Ha, da, aka tanidim. Gapiring. Buni familiyasini aytmabsan-ku, Munisjon? Degan berdik, devoy. Voy akajon, men hozir bandman. Siz faqat bandsiz. Davlat ishida ishlamaysan-ku, Munis. O'sha kuni men ham itarayotganda band edim. Qara, sal kulibroq jo'natsin. Seryozni bo'lmas unaqa. Aka, sal kulib jo'nat, sal uncha seriozsan. Bo'pti, xo'p. Nima baqvon? Qayringdan yuding mashinamni. Aka. Pulingni olmaysan qaroqchi. Aka, bekor bunga qattiq gapirdingiz. Nimaga? Munisa Rizayevani mashinasini itargan bola bo'ladi bu. Seryozmi? Nima deb o'ylading? 5 soling aka unda. Toat qilayni. Munisa Rizayevaning mashinasini orqasidan ushlagan qo'llarimni qirqmoqchi emasman. Aka, hozir 3 ta odamga ashula aytamanmi? Nima qilibdi? Men bir o'zim mashinani itardimmi? Sen ham 3 ta odamga aytasan. Bugun onamni gashtaklari bitta chotki qilib qo'shiq aytib bergan. Xizmat bo'lsa qilaman deganmiding? Ha. Davay. Hey, ocha! Sizga bay bo'pti paka. Xafa bo'lib gaplashamiz, balki yana ko'rishamiz. 5 yoshning boriga baraka. Oğlum nima deyapti buning? Aka deb. Ona deb aytsin. Ona deb aytasan. Akani olib tashlashanda ona deb aytasan. Hech qanaqa muammo yo'q-ku senga. Hey, ona! Sizga bay bo'pti paka. Munisa Rizayevaning mashinasini itargan moykachi siz ekansiz. Shu mashinani qanaqa itardingiz? Ishonasizmi aka? Kolbasa yegan pulimiz bo'lmasdi-da. Shunday go'yo kutishday keldilar-da. Mashinamni itarib yuboring dedilar. Bunday qilib itardim-da. G'ing qilib ketdilar-da.
Endi bunaqa mashhurlikdan keyingi maqsadlar nimadir? Maqsad katta. Yana shunaqa mashhur san'atkorlarning mashinasini itarish oliy maqsadim. Nima bo'ldi, yu deyman? Voy, yo'q, men intervyu topshiryapman. Voy, intervyu beryapman men. O, mashinasini itaribsan, Yo'q, yurib tur. Keyingi savol. Alo. Alo, Munis, qalaysan o'rta? Qara bir bolalar bilan choyxonada o'tiruvdik. Hali yangi chiqqan qo'shig'ingni bitta jonli eshitaylik endi. Kronkaga qo'yganman, bitta aytib ber. Ey aka, farosatingiz bormi sizni? Soat 3da ham telefon qiladim, dam oling. Qaysi ko'rdan shunga tartirdim mashinani bilmayman. Damini berib-ku. Kulmay nima kulyapsan, ha? Damimni berdim men. Bu tushunmadim. Seni Munis tanimaydi. Nima tanimaydi, mashinasini itarganman. Tapchikam, qani tapchikam? Farosatli, tur o'rningdan. Sizni kim kirizdi bo'tga? Bitta qo'shig'ingni aytsang o'larmiding? Shuncha jo'ramni oldida parod qilding. G'alati emasmisiz? Qaytib itarganim bo'lsin mashinangni. Argentina tug'ib o'zingcha zvezda bo'lib qoldingmi? Kibrxon. Eringga ayt, ering itarsin. Hey, aka